Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, hurmatli nafaqaxo'rlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida suhbatlashmoqchiman. Hozirgi kunda ko'plab nafaqaxo'rlarimiz duch kelayotgan, ammo uning jiddiyligini hali to'liq anglab yetmagan bir masala bor. Bu ma'lumot har biringizga tegishli va sizning moddiy ahvolingizga, farovonligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos, bugungi videoni biror daqiqasini ham o'tkazib yubormang. Oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Agar siz hozirda nafaqada bo'lsangiz yoki tez orada nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Ba'zi xatolarga yo'l qo'ysangiz, o'z pensiya to'lovlaringizni yo'qotib qo'yishingiz yoki jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu shunchaki oddiy ogohlantirish emas. Bu yangi qonun-qoidalar, amaldagi qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar va aniqliklar to'g'risidagi jiddiy ma'lumot. Agarda siz bugungi videoni oxirigacha ko'rmasangiz, juda muhim imkoniyatlarni boy berishingiz yoki hatto ayrim kutilmagan muammolarga duch kelishingiz ehtimoli juda yuqori. Men bugun sizlarga nafaqaxo'rlar uchun joriy etilayotgan ba'zi cheklovlar, majburiyatlar va ularni qanday qilib buzmasdan o'z haqqingizni himoya qilish yo'llarini tushuntirib beraman. Shu sababli iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, bu videoga like bosing va do'stlaringizga, oila a'zolaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Endi esa muammoning mohiyatiga o'taylik. Qadimdan shunday tushuncha borki, nafaqaxo'r bu dam olgan, mehnat faoliyatini yakunlagan shaxs. Biroq hayotiy sharoitlar va iqtisodiy vaziyat ko'p hollarda nafaqaxo'rlarni ham qo'shimcha daromad topishga majbur qiladi. Ilgari, ya'ni bir necha yillar oldin bu boradagi qoidalar ancha sodda edi. Ko'pga nafaqaxo'rlar, agar ular rasman ishga joylashmasalar, o'zlarining qo'shimcha daromadlari haqida hech kimga xabar bermasdan davlat pensiyasini to'liq olishda davom etishlari mumkin edi. Masalan, uylarning bir qismini ijaraga berish, bog'dan hosil sotish, kichik hunarmandchilik bilan shug'ullanish yoki shaxsiy xizmatlar ko'rsatishdan olingan daromadlar ko'pincha ko'rinmas bo'lib qolaverar edi. Davlat organlari bunday daromadlarni aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelar edi. Shu sababli ham nafaqaxo'rlar o'zlarini nisbatan erkin his qilishar edi. Pensiya miqdori faqat rasmiy ish staji va maoshi asosida hisoblanar edi. Qo'shimcha daromadlar esa deyarli hech qachon e'tiborga olinmas edi. Albatta, rasmiy ishga joylashish holatlaridan tashqari. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. So'nggi yillarda ayniqsa raqamli texnologiyalar rivojlanishi va davlat xizmatlarining integratsiyalashuvi tufayli har qanday daromadni kuzatish mexanizmlari sezilarli darajada takomillashtirildi. Endilikda yangi qonun hujjatlari va normativ huquqiy hujjatlarga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra nafaqaxo'rlar o'zlarining qo'shimcha daromadlari haqida tegishli organlarga ma'lumot berishga majburlar. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarga qo'shimcha ish staji hisoblanmasdan nafaqa to'lanadigan davrda olingan daromadlarni deklaratsiya qilish majburiyatini yuklaydi. Buni tushunish juda muhim. Bu qoidalar asosan davlat mablag'laridan maqsadli foydalanishni ta'minlash, pensiya tizimidagi suiiste'molliklarning oldini olish va ijtimoiy adolatni ta'minlash maqsadida kiritilmoqda. Davlat har bir fuqaroning, shu jumladan nafaqaxo'rlarning ham daromadlarini to'liq va shaffof ko'rishni istaydi. Bu o'zgarishlar pensiya tizimining barqarorligini ta'minlashga va byudjet mablag'laridan yanada samarali foydalanishga qaratilgan. Qisqacha aytganda, ilgari qo'shimcha daromadlar ko'p hollarda e'tibordan chetda qolar edi, hozir esa ular jiddiy nazorat ostida. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, batafsil tahlil. Siz nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanish kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak. Avvalo, shuni ta'kidlashni istardimki, nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha daromad olishning o'zi taqiqlanmagan. Aslida hech kim sizga daromad topishni taqiqlamaydi. Biroq gap shundaki, endilikda sizning qo'shimcha daromad manbalaringiz to'g'risida pensiya jamg'armasini yoki tegishli ijtimoiy himoya organlarini xabardor qilish majburiyati paydo bo'ldi. Bu yangi tartiblar sizning pensiya to'lovlaringiz miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Nimani bilish kerak? Birinchi navbatda nafaqaxo'rlarga nafaqa to'lanadigan davrda qo'shimcha ish staji hisoblanmasdan ish haqi va boshqa daromadlar, masalan, tadbirkorlik faoliyatidan fuqarolik huquqiy shartnomalar asosida olingan daromadlar olinganda, bu haqda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga xabar berish majburiyati yuklatildi. Bu xabarnoma asosida pensiya jamg'armasi pensiya miqdorini
qayta ko'rib chiqishi mumkin. Ba'zi hollarda qo'shimcha daromadlar ma'lum bir miqdordan oshsa, pensiya to'lovlari to'xtatilishi yoki kamaytirilishi mumkin. Hatto nafaqaning ma'lum bir qismi ushlab qolinishi ham mumkin. Bu har doim ham sodir bo'lmaydi. Lekin bunday ehtimol bor. Ikkinchidan, hozirda raqamli moliyaviy operatsiyalarning shaffofligi ortdi. Bank hisob raqamlari, elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirilgan har qanday o'tkazmalar kuzatiladi. Bu degani, agar sizga kimdir muntazam ravishda pul o'tkazib tursa, ayniqsa ma'lum bir miqdordan yug'ori bo'lsa, bu ham nazoratga olinishi mumkin. Bu albatta shaxsiy pul o'tkazmalariga taalluqli emas, balki muntazam tijorat faoliyatidan olingan daromadlarga tegishli. Aslida kimlar tashvishlanishi kerak? Norasmiy ishlayotgan nafaqaxo'rlar. Agar siz rasman hech qayerda ro'yxatdan o'tmasdan qo'lingizda biror hunar bilan yoki xizmat ko'rsatish orqali muntazam daromad olayotgan bo'lsangiz, masalan, sartaroshlik, tikuvchilik, kafelchilik, bog'dorchilik xizmatlari ko'rsatish yoki uyda tayyorlab sotish orqali pul topsangiz, siz ushbu qoidaga diqqat qilishingiz kerak. Aslida misollik Farruh aka 68 yoshda ilgari o'qituvchi bo'lib ishlagan. Nafaqaga chiqqach, qo'shimcha daromad olish maqsadida uyida repetitorlik qilib, o'quvchilarga dars bera boshladi. Har bir o'quvchidan oyiga 300 ming so'mdan olib, o'rtacha 5-6 ta o'quvchiga dars beradi. Bu oyiga 25-28 million so'm degani. Farruh aka bu daromad haqida hech kimga xabar bermagan, chunki bu norasmiy ish. Ilgari bu muammo emas edi, lekin hozir agar bu daromad ma'lum bo'lsa, Farruh akaning pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar uning pensiyasi masalan ilk 2000 million so'm bo'lsa, uning umumiy daromadi 2,7 million so'mga yetishi mumkin. Pensiya jamg'armasi ushbu qo'shimcha daromadni aniqlasa, unga qonuniy jarima solinishi yoki hatto o'tgan davrlar uchun ortiqcha to'langan pensiya summasini undirish talabi qo'yilishi mumkin. Tasavvur qiling, bir necha yil davomida yig'ilgan shunday summalar masalan 10 million so'mga yetishi mumkin. 2 ash mulkini ijaraga berayotgan nafaqaxo'rlar, agar siz o'zingizning bir qismini, kvartirangizni, garajingizni yoki boshqa mulkingizni rasmiy shartnomasiz ijaraga berib, muntazam ravishda ijara haqi olayotgan bo'lsangiz, misol 2, Oysha buvi 75 yoshda o'z kvartirasining bitta xonasini talabaga ijaraga beradi. Oyiga 50 million so'm oladi, lekin ijara shartnomasi rasman tuzilmagan. Talaba ijara haqini Oysha buvining bank kartasiga o'tkazib turadi. Bu bank o'tkazmalari tizim orqali kuzatilishi mumkin. Agar bu daromad aniqlansa, Oysha bu ham jarima solinishi va pensiyasi kamaytirish xavfi bor. Pensiyasi degan 20 million so'm bo'lgan Oysha bu uchun bu qo'shimcha 20 million so'm daromad jiddiy ta'sir ko'rsatadi. O'tishi, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilar. Agar siz yuridik shaxs tashkil etmasdan yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, misol o'sha Jamol aka 70 yoshda kichik bir do'konda buyumlar sotadi, lekin tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazmagan. Har kuni o'rtacha 100-200 ming so'm foyda ko'radi. Bu ham muntazam daromad hisoblanadi va tekshiruvlar natijasida aniqlanishi mumkin. Uning 900 ming so'm pensiyasiga bu tadbirkorlikdan keladigan 3-6 million so'mlik daromad qo'shilishi uni jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Deb xorijdagi yaqinlaridan muntazam pul o'tkazmalar oladiganlar. Agar sizga xorijdagi farzandlaringiz yoki boshqa yaqinlaringizdan muntazam ravishda ancha katta miqdorda pul o'tkazmalari kelib tursa, bu ba'zi hollarda daromad sifatida baholanishi mumkin. Ammo bu eng bahsli masala. Misolda Mastura xola 72 yoshda Rossiyada ishlaydigan o'g'lidan har oy 500 AQSh dollari miqdorida moddiy yordam oladi. Bu pul uning bank kartasiga o'tkaziladi. Bu pul o'tkazmalari ijtimoiy yordam. Ya'ni yaqin kishilardan shaxsiy yordam sifatida qaralishi mumkin. Lekin agar ular juda muntazam va katta miqdorda bo'lsa, soliq va pensiya organlari e'tiborini tortishi mumkin. Bu yerda asosiy farq bu pul yordami yoki qandaydir faoliyat evaziga olingan daromadmi? Odatda yaqin qarindoshlardan olingan moddiy yordam daromad solig'iga tortilmaydi va pensiyaga ta'sir qilmaydi. Lekin vaziyatdan kelib chiqib aniqlik kiritish har doim afzaldir. Faqat davlat pensiyasini oladiganlar. Agar siz faqat davlat tomonidan beriladigan pensiyangizni olib, boshqa hech qanday qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lmasangiz, siz umuman tashvishlanmasligingiz kerak. Sizning pensiyangizga hech narsa ta'sir qilmaydi. 2. Rasmiy ravishda qonuniy ishga joylashganlar. Aslida agar siz nafaqada bo'lsangiz ham
rasmiy ishga joylashgan bo'lsangiz, masalan, yarim stavka ishlash yoki qonuniy mehnat shartnomasi asosida ishlash. Bu holda sizning ish beruvchingiz barcha kerakli hisobotlarni yuboradi va sizning pensiyangiz qonuniy tartibda qayta hisoblanadi. Sizning daromadingiz qonuniy hisoblanadi va bu pensiya jamg'armasi uchun shaffofdir. Bu holatda pensiya miqdori ish haqi miqdoriga qarab kamaytirilishi mumkin. Lekin siz qonunni buzgan bo'lmaysiz va jarimalardan xavfsiz bo'lasiz. O'ch, asterisk bir martalik yoki kam miqdordagi daromad oluvchilar. Agar siz shaxsiy mulkingizni bir martalik sotgan bo'lsangiz, masalan eski mashinangizni yoki bog'ingizdan chiqqan ortiqcha hosilni bozorga olib chiqib, bir necha bor sotgan bo'lsangiz, lekin bu muntazam tadbirkorlik tusidagi faoliyat bo'lmasa, unda tashvishlanishga hojat yo'q. Bunday daromadlar odatda pensiyaga ta'sir qilmaydi. Shuningdek, qo'shniga bir martalik yordam berib, kichik haq olgan bo'lsangiz ham, dot. Asosiy bank depozitlaridan olingan foizlar. Agar sizning bankda depozitingiz bo'lsa va undan foiz daromadi olsangiz, bu odatda avtomatik ravishda soliqqa tortiladi va pensiyaga ta'sir qilmaydi, ayniqsa kichik miqdorlarda. Biroq bu yerda ham shaffoflik muhim. Endi esa qoidalardagi istisnolar, e'tibor berilishi lozim bo'lgan nuanslar va tuzoqlar haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Chunki qonun qoidalar har doim ham oddiy emas, ularning o'ziga xos jihatlari bor. Asterisk istisnolar va e'tiborga olinmaydigan daromadlar. Bir asterisk shaxsiy tomorqa uchastkasidan olingan daromadlar. Odatda dehqonchilik va chorvachilikdan olingan daromadlar. Agar ular shaxsiy tomorqa uchastkalarida yetishtirilgan bo'lsa va tadbirkorlik sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, pensiya hisobiga ta'sir qilmaydi. Ya'ni agar siz o'z hovlingizda sabzavot yetishtirib bozorda sotsangiz, bu sizning pensiyangizni kamaytirmaydi. Bu yerda asosiy farq bu daromadning miqyosi va muntazamligi. Katta yer maydonlarida dehqonchilik qilib, katta hajmda hosil sotish allaqachon tadbirkorlik faoliyati hisoblanishi mumkin. Misol Madina opa 7 yoshda 6 sotikli tomorqasida kartoshka, piyoz va sabzi ekadi. Hosilning bir qismini oilasi uchun ishlatadi. Ortiqchasini mahalliy bozorga olib chiqib, o'zi sotadi. U yiliga bu orqali taxminan 2-3 million so'm daromad oladi. Bu turdagi daromad odatda pensiyaga ta'sir qilmaydi. Chunki u shaxsiy tomorqa faoliyati hisoblanadi va juda katta hajmdagi tijorat faoliyati emas. Ikiz, moddiy yordam va sovg'alar, yaqin qarindoshlardan olingan pul mablag'lari. Agar ular muntazam tijorat faoliyatidan olingan daromad sifatida ko'rilmasa, odatda pensiya tizimiga ta'sir qilmaydi. Masalan, to'y marosimlaridagi sovg'alar yoki yaqinlarning bir martalik moddiy yordami. Ammo yuqorida aytib o'tganimizdek, agar bu har oyda muntazam ravishda keladigan katta miqdorlardagi o'tkazmalar bo'lsa, vaziyatni aniqlashtirish maqsadiga muvofiqdir. Bankdagi depozitlardan olingan foizlar, kichik va o'rta miqdordagi depozitlardan olingan foiz daromadlari odatda avtomatik ravishda soliqqa tortilib, qolgan qismi hisobingizga tushadi. Bu daromadlar pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Asosiy tuzoqlar va e'tiborsiz qoldirilmasligi kerak bo'lgan nuanslar: 1. Kichik daromad ko'rinmaydi degan noto'g'ri tushuncha. Ko'plab nafaqaxo'rlar agar ular kichik miqdordagi daromad olsa, bu hech kimga ma'lum bo'lmaydi deb o'ylashadi. Biroq zamonaviy texnologiyalar va davlat organlarining ma'lumotlar almashinuvi tufayli har qanday, hatto kichik moliyaviy operatsiyalar ham ko'rinmasdan qolmaydi, ayniqsa. Bank o'tkazmalari orqali amalga oshirilgan barcha tranzaksiyalar aniqlanishi mumkin. 2. Asosiy nafaqaning turi. Nafaqaning 2 asosiy turi bor. Mehnat pensiyasi ish staji va ish haqi asosida tayinlanadi va ijtimoiy pensiya mehnat staji yetarli bo'lmagan, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki boquvchisini yo'qotganlar uchun. Qo'shimcha daromadlar bu ikki turdagi pensiyaga turlicha ta'sir qilishi mumkin. Odatda ijtimoiy pensiya oluvchilar uchun qo'shimcha daromad olish bo'yicha cheklovlar qat'iyroq bo'lishi mumkin. Chunki bu pensiya odatda ehtiyojga asoslanadi. Agar ijtimoiy pensiya oluvchi shaxsning daromadi ma'lum bir miqdordan oshsa, pensiya to'xtatilishi mumkin. 3. Asos tug'ishganlik va vafot holatlari. Agar oilangizda farzand tug'ilsa yoki qaramog'ingizdagi shaxs vafot etsa, bu ham pensiya to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oluvchilar uchun agar qaramog'idagi shaxslar soni o'zgarsa, nafaqa miqdori ham o'zgaradi. Bunday holatlarda zudlik bilan pensiya jamg'armasiga xabar berish kerak. Dard asra xorijda yashash. Agar nafaqaxo'r doimiy yashash uchun xorijga chiqib ketsa, uning pensiya to'lovlari tartibi o'zgarishi mumkin. Ko'p hollarda
doimiy yashash joyi o'zgarishi bilan pensiya to'lovlari to'xtatiladi yoki boshqa tartibda amalga oshiriladi. 5. Soxta ma'lumotlar berishning oqibatlari. Agar siz qo'shimcha daromadlaringiz haqida qasddan noto'g'ri ma'lumot bersangiz yoki ularni yashirsangiz, bu nafaqat pensiyangizning qisqarishiga, balki ortiqcha to'langan summalarni majburiy undirishga, jarimalarga va hatto qonuniy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, sizga noto'g'ri hisoblangan va to'langan pensiya miqdori ortga qaytarishni talab qilinishi mumkin. Bu esa katta miqdorlarga yetishi mumkin. Endi esa eng muhim qism amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni bosishingiz lozim? Vaziyat qanchalik murakkab bo'lmasin, har doim chiqish yo'li bor. Eng muhimi o'z vaqtida harakat qilish va to'g'ri ma'lumotga ega bo'lish. Eng asosiy birinchi qadam, barcha daromad manbalaringizni ko'rib chiqing va aniqlang. Asosiy hozirda sizda pensiyadan tashqari qanday daromad manbalari borligini ro'yxat qiling. Bu ijaradanmi, norasmiy ishlardanmi, tadbirkorlikdanmi, yoxud muntazam pul o'tkazmalaridanmi? Farqi yo'q, hamma narsani yozing. Har bir daromad manbaidan qancha miqdorda pul olayotganingizni aniqlang. Bu summalarni imkon qadar aniqroq hisoblang. Ikkinchi qadam, zudlik bilan pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Shaxsan borib o'zingizning holatingizni tushuntiring. Ularning mutaxassislari sizga vaziyatni aniqlashtirishda yordam berishadi. Tashrifdan oldin pensiya jamg'armasining ishonch telefon raqamlariga yoki rasmiy veb saytiga kirib, kerakli ma'lumotlarni qidirib ko'rishingiz mumkin. Bu sizga qaysi bo'limga murojaat qilish kerakligini aniqlashga yordam beradi. Eng yaxshisi yozma murojaat qilish. Bu sizning murojaatingiz rasmiy qayd etilishini ta'minlaydi. 3. qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Odatda sizdan pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, daromad manbalarini tasdiqlovchi hujjatlar agar mavjud bo'lsa, bank hisob varaqlaridan ko'chirmalar so'ralishi mumkin. Agar siz ijara orqali daromad olayotgan bo'lsangiz, ijara shartnomasini rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Agar siz tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishingiz talab etilishi mumkin. Bu juda muhim qadam. 4.4-qadam. Daromad deklaratsiyasi shaklini to'ldiring. Pensiya jamg'armasida sizga maxsus daromad deklaratsiyasi shaklini berishadi. Uni aniq va to'g'ri to'ldirish juda muhim. Barcha daromad manbalarini ulardan olingan summalarni ko'rsating. Agar siz biron bir bandni tushunmasangiz, darhol mutaxassisdan so'rang. Hech qachon taxminlar asosida to'ldirmang. 5.qadam, muddati va jarimalarni tushunib oling. Asterisk mutaxassisdan qanday muddatlarda daromadlar haqida ma'lumot berish kerakligini so'rang. Masalan, har chorakda yiliga bir marta. Agar siz kechiktirsangiz yoki noto'g'ri ma'lumot bersangiz, qanday jarimalar yoki pensiya kamaytirish qoralari qo'llanilishi mumkinligini aniqlang. Bu sizni kelajakdagi muammolardan himoya qiladi. 6.qadam, yuridik yoki professional maslahat oling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa yoki ko'p daromad manbalariga ega bo'lsangiz, professional yurist yoki moliyaviy maslahatchidan yordam so'rashdan tortinmang. Ba'zida kichik bir maslahat katta muammolarning oldini olishi mumkin. Pensiya jamg'armasining xodimlari sizga umumiy qoidalarni tushuntirishi mumkin. Lekin sizning shaxsiy holatingiz bo'yicha chuqur tahlil va maslahat uchun mustaqil mutaxassis yordami kerak bo'lishi mumkin. Unutmang, davlat organlari bilan ochiq va shaffof munosabatda bo'lish har doim ham eng yaxshi yechimdir. Daromadlarni yashirishga urinish uzoq muddatda yanada jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Aziz nafaqaxo'rlar, umid qilamanki, bugungi videomiz sizga juda foydali va kerakli ma'lumotlarni berdi. Pensiya ta'minoti har bir insonning hayotida juda muhim o'rin tutadi va bu boradagi har qanday o'zgarishlarga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Yangi qoidalar sizning hayotingizga ta'sir qilmasligi uchun ulardan xabardor bo'lishingiz va o'z vaqtida tegishli qoralarni ko'rishingiz zarur. Esda tuting, sizning huquqlaringiz va farovonligingizni himoya qilish birinchi navbatda o'zingizning mas'uliyatingizdir. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshqa tajribalaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'lishi mumkin. Sizning har bir izohingiz qimmatlidir. Bu videoga like bosing va eng muhimi, uni o'zingizning barcha do'stlaringiz, qarindoshlaringiz va boshqa nafaqaxo'rlar bilan bo'lishing. Ularga ham bu ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Chunki bu mavzu ko'plab insonlarga tegishli.
Bizning kanalimizni kuzatishda davom eting. Chunki biz siz uchun doim eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.